Yosh nechiga borgandi? Biz Tichordan oling qanchaga boraman? Biz Tichordan olsangiz, Hmm. taqriban 80-81 bo'ladi. 80 yildan beri nima ko'rdingiz? 80 nimani bu yoqdan kirdik, u yoqdan ketdik. Chiqdik. Nima qilay? Umr shundoq umr bacham. Shu javonsiz, javonlikni yaxshilikni o'tkaring. Bildingizmi? Birtaga yaxshilik qilmadi, yomonlik ham qilmang. Bildingizmi? Ne birtaga yomon gapiring. Ne birtani molini, ne birtaga odamga badnazar ana shu yaxshilik oxiratga emas, zoiratga emas. Bildingizmi? Ya'ni boyat yigitlik zamonigami yo qariligami shunday ish qilsami? Shu har kim bajavoni tavba qiladi, ne hisladi payg'ambar. Qaridga biyad o'ylamadi. Har kimki yigit javonlikka tavba qilsin. Mana sizlar boya tavba qilmasanglar. Hali o'shanda. Nazaringizdan qadimgi yigitlar yaxshi edimi hozirgi? Uni Alloh biladi. Allohdan boshqa bitta qadimkilar xudoparast edi.